Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun ham birdagida oddiygina kilit yashimiz kerak edi, tak chipim tushib ketdi. Klient keldi, bir kilitaman dedi. Tak, короче, kilitidam ko'rib turganingizdek Honda ko'rinmadi. Mana fokus turadi. Honda kilit. Men buni tekshirib ko'rishim kerak edi, buni proverka qilmabman. Chipini o'qitib ko'rishim kerak edi. Men o'ylayman, ichida deb o'ylayman chipni. Оказывается, chipni tak yoqqa tushib ketdi hozir. Hop, mana ki. Tak, chipni antennaga o'rnatdilarda I+. Kilit yozgan vaqtlaringizda bilasizlar, kilitchilar zamokda neni ko'rish kerak. Uni ham ko'rmaydi. Uni o'ylaydim, shu yerdan uzuk chiqarib deb aytganimdek, shu yerdan uzilgan bo'lib chiqdi mana. Bu simda ulamagancha kilit zamokda ekanini ko'rmaydi. Shuni обязательно ulanish kerak. Sababi kilit yozish prosesida kilitni oling, soling degan komandalar bo'ladi. Hozir yana qaytildi, mana o'zi ketdi. 9 minut повторный beradi. Mana shuni bo'lib, xudo xolasa klientimizga ko'rsatilsa, mana original JM kilit, Kobaltdan toza ipska kilit bo'ladi, shuni yozib beramiz. Hamkasblar e'tiborli bo'lamiz. Hozir menda mana shunday situatsiya bo'ldi. Hozir bu simda ulaganimdan keyin xudo xolasa hammasi cho'tka bo'ladi. Video manfaatli bo'lsa, bir like bosib ketamiz.